Azizlar, men sizlarga go'sht bilan piyoz qo'g'irishni o'rgataman. Endi hamma biladi qo'g'irishni, lekin piyozini bunaqa novvot randaqa qilib qo'g'irmaydi hech kim. Mana men qo'g'irib oldim, endi bo'ldi. Novvot randaqa qilib qo'g'irsangiz, go'sht bilan piyozni yurakka quvvat bo'ladi bu. Piyozingizni nihoyatda agar men davlenam past yuradi, o'shaning uchun piyozni nihoyatda bunaqa qip-qizil qilib novvotga o'xshatib qo'g'irib olaman. Bu sizga quvvat bo'ladi yuragingizga. Endi o'zbeklarimiz endi har kuni go'sht bilan piyoz qo'g'irib yeydiganja unaqa nima bas o'zbeklarimizda-yu. Hech bo'lmasa bir haftada yo 2 haftada bir shunaqa qilib go'sht bilan piyozni qo'g'irib yeb turishlaringizni tavsiya qilaman. Endi 50 dan o'tgan 50 ga cho'r, 50 yoshga cho'r o'zingizni kuchingiz bilan yuraverar ekansiz. Misol 50 dan keyin inson ovqat bilan bo'lib qolar ekan. Men ham endi 50 ga borib qoldim. Yosh ham emasman, uncha katta ham emasman, lekin bildirar ekan organizmingiz yaxshi yeb yurish kerak ekan. Inson burungilarimiz aytmoqchi, mana rosa novvotga o'xshatib qo'g'irib olaman. Shuna qilib bir 2 haftada bir yeb olaman, yana boshqa ovqatlar yeb yuraveraman. Menga shu quvvat bo'ladi. Qassob akamiz ham rosa yaxshi aka ekan. Yaxshilab berdi. Go'shti ham rahmat, novvos go'sht ekan. Tavsiya qilaman. Unaqa piyozlaringni oq qilib qo'g'irmanglar. Bunaqa qip-qizil qilib novvot sifat qilib qo'g'irsalaring. Endi menga ham burungilar aytgani, buvim aytgani. O'sha buvim 85 ga borib o'tdilar. Joyi jannatda bo'lsin buvim. Shunaqa qilib yesalaring albatta quvvat bo'ladi ayollarga. Endi O'zbekistonimizda har kuni unaqa go'sht qo'g'irib yeydigan darajada, misol O'zbekistonimiz u darajada boy xalq ham endi bilmadim, endi prezidentlar o'zi biladi. Prezidentimiz ham yaxshi inson, xalq uchun mana ishlayapti, shunchalik bo'lib qoldigan. Shunaqa qilib yeyishlaringizni tavsiya qilaman. Bismillahirrohmanirrohim. Shunaqa qilib bir 2 haftada bir yeb olaman. Baquvvat bo'lib yuraman. Bismillahirrohmanirrohim. Yoqimli ishtaha. Hammalaringizga qalampirdan ham qo'shib olsalaring bo'laveradi. Men davlenam pastligiga qalampir ham yeyman. Ko'katlardan ham qo'shsalaring. Choy ham. Nima qilib yeb olinglar 2 haftada bir marta bo'lsa ham ayollarimiz, erkaklarimiz ham. Erkaklar ham, ayollar ham yeyish shart. Ko'ylaklar kiyaverasiz, usti-bosh bir navi. Lekin ovqatlarni yurish kerak, kiyimga berilib ketmaslik kerak. Kiyimdan unchalik foyda yo'q. Odamga faqat ovqatdan foyda, yaxshi yeyish kerak. Yoqimli ishtaha.